Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchilar. Shu bir joyga shunaqa uy o'rtasiga pechka qilgani keldik. Pechkasini qilib berdik. Endi bu devorlarini ham remont qilish kerak ekan. Shunday remontini olib qo'ya qoldik. Remontni nima qilmoqchimiz? Biz qilmoqchimiz devorlari aboy qilinishi kerak ekan. O'zi aslida aboy qilmoqchi ekan o'zlarini rejasi bo'yicha, lekin devorlari, shuvoqlari aslan talabga javob bermaydi ekan. Mana bu yorilib ketgan, xullas ko'chib ketadigan darajada turibdi-da. Biz shuni keyin uyda shuvoqni ko'chirib tushirib, anaqa qilmasdan, uyda to'zitmasdan shunday reka to'qib NDF degan haligi DVP lampalardan qoqib bermoqchimiz. NDFdan shipka qilib, chiroyli qilib, zamonaviy qilib beramiz endi shu uylarini, xonalarini. Xohlasa, mana devorlarga shunaqa qilib 30 santimetrga chizib oldik. Shunga qoziq qoqib, rekani shu holatda qotirib, tekis uruvinga qotirib, NDFni shu ustiga yopishtiramiz, xudo xolasa. Mana shu tarzda ketyapti mana rekalarimiz. Ustoba har doim ishda. Mana chetlar qopti. NDFlarni ham xudo xolasa tugatyapmiz devorlariga. Mana shakllarda mana qilib to'qib oldik. Mana derazalari. Endi lampalari novo ekan. Shunaqa novo shaklida qilingan ekan. Shu lampani endi anaqalarni gullarini olib tashladik-da, ustidan reka to'qib NDF qo'yamiz. Changitmay, buzmay, to'zitmay, akkuratniy qilib shunga tayyorgarlik, xudo xolasa. Shu lampasini chiqarmasdan ustidan qoqib qo'ydik. Tasratib qo'ydik. Buyoqlarga endi 7 santimetrdan anaqa tushiramiz. Hovuz qilib tushirib, bu yoqqa figura qilamiz. Kabelini ham chetdan ichiga tiqib, mana tushirib qo'ydik. 170 NDF aralangan. Hop, keyingi xonasini ham NDF qilish uchun shunaqa qilib uruvinga chizib rekalarni qoqib olamiz. Mana teshib chiqyapmiz. Teshib, qoziq qoqib, shu qoziqqa tikka rekalarini ilamiz. Mana bo'lib yorilib ancha yomon bo'lib ketgan ekan. Yo'qlarni qilyapmiz. Mana pechkalarni qurib berganmiz, cho'tka qilib. Tutamaydi, issiqligidan bu eshikni ham, bu eshiklarni ham ochib qo'yganmiz. Qaynayapti. Tepalarini ham lampasini tushirmasdan shu holatiga cho'tka qilib, hovuz qilib, patologlarni ham NDF qilib qoqib beramiz. Ustoba nima gap? Qirg'oq olib kelmay qo'yasiz. Atkozlar ko'chirib olmaylik keyin perforator bilan teshib. Endi elektrik ham ish qilgan ekan bicha bu yerda. Mana qilib, permichya qilib yamam. Voy dud, yapishib qolibdi mana. To'kilib ketadi. Xullas,
nima qilib qo'ygan ekan, biz hozir zamonaviy qilib ko'rinmaydigan qilib NDF ichiga televizor qo'yadigan joyda qilib chotka qilib beramiz. Mana bu kabellar tortgan ekan. Mana Aristonni uy ichiga o'rnatgan ekan. Biz Aristonni ko'knasiga olib o'tamiz. Kuzatib boraverasizlar, xudo xolasa. Hamma yo'q zamonaviy, akkuratniy ishlanadi, xudo xolasa bizda. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Xullas mana changa bularni ishlayapmiz. Ayaminglar xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, nomerlarni ham qo'yamiz, kommentariy orqali gaplashamiz. Mana ishlarimiz davom etyapti. Usta buva mana shu yerda mana eski plastiklari bor ekan. Plastiklarni sug'urib o'rniga MDFdan chiroyli qilib yasab bermoqchi. So'qat qolmasin deb uydagisi ham mana pechkalar o'tlar yoqib beryapti. Mana qishda chillarning o'rtasida shunaqa ishlarni qilyapmiz. Patologlarni ham endi qo'ramiz, svetlarini tushirib oldik. O'rta sentrga olinmagan ekan, sentrga oldik. Patishlarga gapingiz yo'qmi? Ha? Patishlar omadli bersin. Rekalarni to'qib olib, NDFlarni boshlaganmiz. Bu tomon stenalari bo'ldi mana. Patologlari. Ortada mo'y yaqin ishlamaydi o'rnatdi. O'rtaga bo'ladi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimizga bir baho beringlar mana. O'zi bu xonadonga shunaqa pechka, ikkita uyning o'rtasiga shunaqa pechka qurish uchun keldik. Uylari ham remont talabi ekan. Endi bilan mana qishda chillarning o'rtasida bir loy ushamasdan, boshqa qilmasdan shunaqa qilib, quruqqina, issiqqina qilib NDF qilib apshipka qilib berdik patologlarini ham mana. Bu yerda qilingan ishlarimiz, buni reka to'qidik. Qalin qilib elektrik ishlarini qildik. Ventilyatsiya bunaqa plyumslarni qotirdik. Bir-biriga mos qilib. Bolalarga mana daftar uchiga qo'ygan mana polkalar, xohlasa gul qo'yadimi, rasm qo'yadimi, suvenir qo'yadimi, medal qo'yadimi, kubik qo'yadimi, nima qo'ysa qo'yilaveradi. Bu yoqda chorniy xod banyasini eshigi. Tomonini ham ahvoli og'ir darajada edi ekan, chiroyli qilib apshipka qilib qo'ydik mana. Uni derazalari-yu, patologiyu chiroyli qilib berdik. Bunaqa ventilyatsiyalarni qo'yib. Endi mana baho beringlar mana. Sog' bo'lasizlar. Sizlar uchun mana shunaqa projektorlar ko'tarib video qilyapman. Keyingi xonamizni ham bitkazib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Buni devorlarini, patolog qismlarini mana shunaqa NDFdan foydalanib, shunaqa ranglardan foydalanib qildik mana. Mana mehrob ichlarigacha. Bu yoq pechkalar mana, pechkalar atroflarini ham mana qilib chiroyli qilib. Mana. Ertaga bahor kelsa, pechkani holatda turbalar sug'urib, o'rniga bitta kartinkani joylab qo'yadi mana, ramkani ichiga cho'atki bo'ladi. Rasm. Xullas. Usta buvaga lak. To'lka usta buva xizmatda. Biz esa shunaqa video olishlar bilan mashg'ulmiz har doimgidek. Filmlargacha qotirib tashlaganmiz. Eng qizig'i mana parda ilish uchun karnizlarini ham ilishga tayyor qilib
xotirib qo'yganmiz buni. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Oxiringi udarlarni mana kitobga uryapti, mana shu yerda ursa, xudo xohlasa duoni olib, xudo xohlasa soqqanoq bo'lganmiz. Soqqani samolyot qilib ketamiz, xudo xohlasa. Mehnatga yarasha haq, xudo xohlasa. Sog' bo'lasizlar.